Assalomu alaykum. Eshiron obunachilar, xudo xohlasa 2026-yildagi birinchi mezon ishlarini tayyor qilib bo'ldi va xudo xohlasa xulosaga batonni qo'ygan. Buni Andijon shaharida o'ziga qilib berdik. Xudo xohlasa video boshqa sonida like bosish uchun unutmanglar, kanalga o'zini obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa niyat qo'ydik, podpischilarimiz 10 mingga yetsa sizlardan o'rganib chiqqan holda sharoitda bunday oilaga 2 peshli 2 tomonda bekarga ustunovka qilib beramiz. Buni xudo xohlasa video davomida kuzatib borasizlar. Buni yaqinroq olib olasizlar. Buni o'zi kvadratini 1 million 100 ming so'mdan qilib berdik. Tillalarni ham Alkafondan qilib berganmiz. Mana o'sha mashinalarga Eto'dan qo'yib berganmiz. Zamolarni ham xudo xohlasa Xitoyda Arena zamorini qo'yib qo'yganmiz. Buni rezinkalari bor. Buni razmeriga kelsak 90 ga 210 razmer. Yangi domlarga ustunovka qilib beramiz. Xudo xohlasa ustunovkadan keyin videolar tashlab boramiz, ko'rasizlar. Xudo xohlasa bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, biz Eshiron sohasida MDF, akfami, yog'ochmi, qanaqa Eshiron kerak bo'lsa, hamma xizmatlar mavjud. Pastda nomerlar qoldirib aloqaga chiqa olasizlar. Qanaqa rang bo'lsa, hamma xizmatlar mavjud. Telegram, WhatsAppda yozsanglar, rasmlarni tashlab beramiz. Razmerlar bo'lsa ham hisob kitoblar qilib beramiz. Vodiy bo'yicha ustunovkalarimiz tekin. O'lchab ustunovka qilib borib o'lchab nechtalar ham tekin. Eshiron yuqulasiz bo'ldi, xudo xohlasa. Xizmatlarga kafolat beramiz. Bemalol o'ylanmasdan bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Shunaqa Eshiron qidirayotgan oshnamoy do'stlarga bo'lsa podressiya qilib qo'yasiz. Yaqinroq olib olasiz. Ular tashqariga ochiladi. Hammom dushovoylarga ichkariga ochiladigan olib berganmiz. Buni 70, qolgan 90 ga 210 razmerlarimiz. Buni biz Ashkobodda 1 million 100 ming so'mdan qilib berdik. Undan arzonlari ham bor, laminatlilar bo'lsa 700 ming, 800 ming, 500 minglari ham bor. Atkilatganlar bo'lsa 1 million ustida kirastganlar chiqaradi. Xudo xohlasa akfalar ham bor. Bemalol orqaga chiqarasizlar. Yaqinroq olib berasizlar. O'sha mashinalar ham o'zi qalinidan qo'yib berganmiz. Xudo xohlasa niyatimiz xolis 10 mingga yetgan holda podpischilarimiz xudo xohlasa o'zinglar tavsiya berasizlar. Shu uyda o'rganib chiqqan holda ikkita uyga Eshironlar tekinga ustunovka qilib beramiz. Xudo xohlasa 2026-yilda ishlarimizni boshladik. Bemalol orqaga chiqa olasizlar.